Yo, salom hammaga do'stlar. Qaranglar, bitta narsa aytmoqchiman. Bir xil odamlar qo'shiq qo'yadi-yu, video qo'ygan payt videosida mana bunaqa narsa chiqadi. Avtorskiy prava yoki zablokированы qiladi. Mana qaranglar, avtorskiy prava. Ko'ryapsizlarmi? Sariqcha chiqdi. Videolaringizda ham shunaqa narsa chiqadi va rekomendatsiyani o'qib tashlaydi. Men lekin borru Instagramdan bir xil qilyapman-da. Video tashlaman, videomda bir xil ii degan narsa bor. O'shani yo'qolman va o'shandan Telegramdan sketchat qilib silkasini YouTube'imga tashlayapman va menda hozircha avtorskiy prava tushmagan. Qo'shiqlar mana bunda olasizlar, сохранение qilasizlar, bo'ldi. Qaranglar, сохранение bo'ldi. Вот сохранение есть. Так, теперь заходишь сюда. Mana video. Loadout airdrop incoming. Вот здесь qo'shiq bor, сохраненный. Bo'ldi. Qo'shiqda avtorskiy prava yo'q. Tekshirib ko'ringlar, agar foydasi tegsa. Mayli, omadimiga.